Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz birodarlarim, aziz dindoshlarim, sog'i omonmisizlar? Azizlarim, shuni bilinglarki, men uchun bugun bir quvonchli kun desam ham bo'ladi. Chunki shuni bilinglar, men doim insonlarga salomatlik, eng ulkan boylikni doim ilinib kelganman va tish tirnog'im bilan, jon jahdim bilan shu boylikni sizlarga ilinib kelyapman. Bu boylikni meni qadrimizga yetgan inson mana tanasida his qilyapti. Bizni ko'rib turib, bizni qadrlamagan inson borki, u nima bo'lyapti? Yuribdi sudralib, hamma yo'g'ini kestirib desa ham bo'ladi. Mana shu akamiz bizni oldimizga Buxoroyi Sharifdan keldilar va biz ularga lechiniyalar qilib berdik. O'tgan oy to'g'risi syomkani oluvdik. Mana shu telefon qurg'ur to'g'risi programma bo'lgandan keyin hamma videolarim o'chib ketdi. Mayli, bir hikmati bor ekan. Lekin o'tgan safar kelganlarida ham to'g'risi zakoniy natija bilan keldi. Bu safargisida endi aytayapman, shunaqangi zakoniy natijalar bilan kelgan, nima bo'lganlarini o'zidan eshitamiz. Mana hozir bu inson menga nima shikoyat bilan kelgan? Bu insonlarda sahri bor edi. Ishonansizlar, sahrlari bor edi. Va mana shu sahrlarni kelibsiz zo'r qilib tushirib ketdi. Endi o'zidan eshitamiz, keyin do'poslisini masalan ko'rsataman. Assalomu alaykum akajonim, xush kelibsiz yana bir bor. Mana Buxorodan keldingiz bizni oldimizga shu davo izlab akajon. Mana sizdan nimalar bo'lganida, mana shu haqida bir to'liq ma'lumot bering. Necha yil shu darddan qiynalib yurgan sahringiz nechaga chiqib yurardi? Nimalar dorilar ichgansiz, nimalar qabul qilgansiz? Chunki bizni mana kuzatuvchilarimiz rosa ko'pda. Mana dardimga o'xshagan insonlar tuzalyaptimi deganlar. O'sha haqida bitta qisqacha ma'lumotni berib o'ting akajonim. Assalomu alaykum. Sahrim mana 13 edi. Keyin ana siz bergan mahsulotlarni olib ichib, mahsulotlar parhez qildim. Birinchi oyga nima qildi? 7 ga tushdi. Sahr 7 ga tushdi birinchi oyda. Ikkinchi oyni ham olib ketib, yana ixlos qilib, parhez qilib, hozir 5-2 ga tushdi. Mashalloh. Aka qarang, dori ichib turardingiz sahrga? Yo'q, to'g'ri shu siz bergan mahsulotlarni ichganman. Mana shularni ichdingiz. O'sha 13 dan qaranglar, mana akamnikini ko'ryapsizlarmi? Endi mana topshirgan sanalarni ham ayta turibdi. Xo'p, xudo xolasa bu akamizni endi mana u topshirgan sahrga topshirgan analizlar ekan. Bata do 7 posli 7 qilganmisiz aka? Ovqatlanib keyin ovqatlanmasdan tushgansiz, och qorin. Ha, endi qaranglar, mana akamnikini ko'ringlar, mana och qoringa tushganlar mana 5 va 2 chiqyaptilar sahrlari va mana to'q qoringa topshirganlarni ko'ringlar, mana 6 chiqyapti. Endi ko'ryapsizlarmi azizlarim, mana 5 va 2 mana ko'rib olinglar sizlar ham, mana och qoringa topshirganlari va to'q qoringa topshirganlar mana pryamoy efirga ham qo'yapmiz. Endi ko'rib turibsizlar, bu qancha natija shu hozir mana nechinchi oyga keldingiz bizga aka Buxorodan turib? Endi 3-oy. 3-oy, 2-oyligini o'zida mana azizlarim sahr yo'q bo'lib ketyapti. Tushunyapsizlarmi? Bu to'q qoringa men ham topshirsam kelibsa, meniki ham shunaqa chiqadi. Bularga to'q qoringa boshda 6 chiqyapti azizlarim, shuni bilib olinglar. Och qoringa 5 va 2, to'q qoringa 6 chiqyapti. Bunaqa o'zgarish degani bo'ldi, uchuvdan chiqib ketdi, umuman sahr uxladi degani. Nima berganmiz? Mana qora bo'ri, mana qora bo'ri berganmiz. Azizlarim, mana ko'ringlar, mana sahrda taktuy bilan o'sha qondagi kelyapsa shakarlarni parchalab tashlayotgan narsa mana shu bo'ladi. Saxchiga o'xshab turibdimi? Buni endi ichgan odam bilaveradi foydasini. Faqat o'zini ichdim. O'zini ichdim. Choy ichmadingiz, ha? Mashalloh, boringizga shukr aka. O'sha biz tak yozib berganda, mana shu qora bo'ri mana yozib berganmiz, mana spiskada. Xuddi shuni ichganlar aka. Mana yozib berganini ichdim. Mashalloh aka, mana qaranglar, yaltillab ketgan, rengi o'chib kelgan inson, mana ikki yuzi qip-qizil bo'lib oldimda o'tiribdi. Qaranglar, kim shuni kasal deydi hozir? Hech kim kasal demaydi. Mayli, Alloh panohda bo'linglar. Endi nima demoqchiman azizlarim? Biz sababini qilib beryapmiz mana. Chunki tish tirnog'imiz bilan men jon kuydirib gapiryapman. Buni qadriga yetgan inson mana bilyapti. Hozir ikkinchi odamsiz, qarang bitta onaxonam kirdilar, oyog'i mana yara bo'lib ketgan ekan, bitmayotgan ekan. Hozir xursand kesamiz degan ekan onam. Mashhadga kelganda yig'lagandi. Bo'ldi, onajon, hech qanaqa kesilmaydi. Xudo xolasa men sababini qilib beraman, yaxshi bo'lib ketasiz, yurib oldimga kelasiz dedim. Hali onaxon ishonasizmi akajon, meni oldimga yurib kirib keldi. Oyog'ini mana videoga oldik. Bitishni boshlabdi yara. Yara bitishni boshlabdi, qatib bitishni boshlabdi. Qaranglar, yuribsizlar sudralib, ota-onangizni kestirib boshqa qilib. Undan ko'ra olib kelmaysizmi? O'sha bolani, o'sha onaxonni ham nima bolalari nima qilgan ekan? 1-2 kun ilg'aganda va bekor boringiz u tabibga boshqa qildingiz. Men ixlos qildim shu bolamga. Oxirigacha kelibsa ichaman deb, mana o'sha bolasi ham hozir tilini tishlab qopti mana. O'sha gapirgan gapiga. Nima demoqchiman? Ota-onangizni tirikligida qadriga yeting. O'zi uchun harakat qilmasin. Bu ota-ona g'animat, azizlarim, shuni bilyapsizlarmi? Bu g'animat. Bularni boriga shukr qilaylik. Bular bizning boyligimiz bular ham. Bularni duosini olaylik qancha kerak. Bularni ota-onani qilingan bolasiga qilingan duosi ijobat degan.
Men kerak bo'lsa shu onamni o'zim bilan bir qadam ham o'zimdan uzoqlashtirmayman. Doim oldinda mashinani oldiga solaman, mashinani oldiga solaman, olib kelaman, mana shu yerda o'zim bilan birga yuraman. Nimaga? Shu onam yo'q bo'lsa, men o'zim bir narsamni yo'qotib qo'ygandek his qilaman. Tushunyapsizlarmi? Uyda qoldirmayman. Bo'lmasa uyda qoldirsam, o Toshkentda ukam bor. Darrov chaqirib oladi. Ketib qolsa men bo'ldi. Ishlagim ham kelmaydi, boshqa ham qilmaydi, qoladi. Oldinda yursa xursandman-da, akajon, to'g'risida. Nima demoqchiman? Azizlarim, ota-onani tiriklikda qadriga yetinglar. Ular uchun jonlaringni fido qilib yuboringlar. Kanini qilinglar, chunki ular sizlarni voyaga yetkazib, shu darajaga yetkazdi. Ishingiz yurishmayaptimi? Ota-onani rozi qilib duosini oling. Alloh o'ylamagan tomondan mol dunyoyingizni shunday yetkazib qo'yadi. Shularning duosi bilan shunchalik bo'lib yuribmiz, azizlarim. Shuning uchun bularda tirikligida qadriga yetinglar. Hammamiz g'animatmiz. Shuni bilib olinglar, azizlarim. Akajon, men nima demoqchiman? Juda ham xursand bo'ldim. Hozir sizdagi natijani ko'rib borku, ichimga sig'may ketyapman. Sevinchim ichimga sig'may ketyapti. Bu mana shu mehnatimni mevasiz. Xo'p, qarang, aka, ayamlar qalay bo'ldi? Shundan gapiring. Keyin ayam. Zo'r. Ular ham yaxshimi xudosi natijalar? Topshirib keldi, hech nima yo'q. Hech nima yo'qmi ularda ham? Mana ko'ryapsizlar. Ular nimaga oluvdilar? O'pkani yallig'lanish. O'pkani yallig'lanishi. Nafaslarida muammo bor-da. Hozir u zo'r, o'pkada hech nima qolmabdimi aka? Mana ko'ryapsizlarmi, azizlarim? Bronxal astma deysizmi, boshqa deysizmi, nafas qishlar deysizmi, o'sha pnevmoniyadan qolgan asoratlar deysizmi? Mashlarga mana sababini qilib beruvdik. Hozir salomat var dedilar. Juda ham xursand bo'ldim, chunki o'tgan safar kelganda ayamlar ham gapirib beruvdi. U videomiz o'chib ketdi aka. Mayli, yana bir hikmati bor ekan. Yana ham zo'r natijada oldik. Akamga o'tgan safar men sovg'alar beruvdim. Bu safar ham endi meni qora bo'rini men sizga sovg'a qilib beraman aka. Xudo xolasa bularni oling. Endi meni bitta chiroyli duolar qiling. Jon aka, ikkinchi marta duo olishim akamdan, xudo xolasa. Ko'rib turinglar mana. Lalita Kubil. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Amin. Sizni dunyoga keltirgan ota-onangizga amin. Katta rahmat. Amin. Farzandlaringizni huzurini ko'ring. Amin. Amin. Ilohim nasib qilsa shu O'zbekistonda amin. Shu Ibn Sinoday bir amin. 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 Allohu akbar. Ilohim shu yerga kelgan bemorlaringga Alloh mana komil shifolar aytyapsan. Mana senga qancha kerak duolar qilyapmiz. Allohim mana shu ijobat bo'lgani. Mana men ko'rib turibman. Senga cheksiz hamd sanolar bo'lsin Allohim. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimga durud, salovat va salomlarim bo'lsin. Parvardigori olam, shu yerga mana bemorlaringni mana rizq nasibasini sochib qo'ygan ekansan. Sen xohlabsanki mana shular kelyapti, shuncha kilometr yo'llarni bosib va umid qilib kelyapti yaqindagilar ham. Allohim shularga o'zingni fazling, karomating, rahmatingla komil shifolar ato etgin. Jonlarida huzurlari, halovatlari, salomatlari bo'lsin. Xonadonlarda faqat yaxshilik kunlar, to'ylar bo'lsin. Shunaqangi komil shifo topib, shunaqangi yorug' yuzlar bilan barchamizni ko'rishlikni Allohim bizga ro'zai nasib aylargin. Faqat Robbim sendan so'rayman, shifo beradigan bandani menga yo'liqtirgin va shular qatoridan qilgin Allohim. Ularni ham yuzi yorug' bo'lsin, meni ham yuzim yorug' bo'lsin. Rabbana atina fid dunyo hasanatan fil oxiratin hasanatan va qina azabannar bi rahmatiki ya arrahmanir rohim. Allohu akbar. Xudo xolsa azizlarim, bizni kuzatishda davom eting. Hali ko'rasiz. Ko'z ko'rib shunaqangi quloq eshitmagan yangiliklar bo'ladi. Endi uni o'zingiz ko'rib borku, hayron qolaverasiz. Avvalo shu Allohdan so'rang. Har bitta chekkan narsangizni bismillahirrohmanirrohim shu boladan oldim. Baniyat shifo bo'lsin deylar. Bismillah yemanglar. Shuni bilib olinglar azizlarim. Shunaqa azizlarim, like-ni bosing. Bizni qo'llashda davom eting. Lalito kuyib o'ldiydi-ku, xuddi shunaqa. Ko'ralmaganlar kuyib o'ldi, nima qilardi boshqa? Boshqa iloji yo'q. Mana Lalito ko'rib qo'y meni mehnatimni mevasini. Mana Lalito senga yetyapman, dushmanim. Negativlar o'sha Lalitoda dushmanim deyman. Xuddi shunaqa. Shunaqa ko'rib kuyib o'l deydi-ku. Shunaqa o'zing ustingda ishla, shunaqangi mehnatingni mevasini ko'rsatgan. Mana xalq ko'rib turibdi meniki. Oshim halolmi? Ko'chada yeyapman. Nima demoqchiman? Birovga meni zarracha ham dushmanligim yo'q. Iltimos, negativlar bunaqangi yozmanglar, Xudodan qo'rqinglar. To'g'risi, men birovga zarracha ham dushmanligim yo'q. Shuning uchun o'zlaringiz ustularingda ishlanglar, mana shunaqangi chiroyli qilib mehnatlaring mevasini ko'rsatinglar. Xalq oqib keladi sizlarga. Tushuninglar azizlarim. Salomat bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Rahmat.